Yangi Toshkent shahri qurilishining birinchi bosqich hududidagi eng muhim binolardan biri bu O'zbekiston Milliy kutubxonasidir. Ushbu kutubxonada 10 milliondan ortiq kitoblar saqlanadi. Shuningdek, kutubxonada kitoblarni saqlash, tartibga solish, arxivlash uchun maxsus uskunalardan foydalaniladi. Ushbu kutubxona bir vaqtning o'zida 1000 dan ortiq kitobxonga xizmat qiladi. Bu yerda 300 o'rinli kafe, galereya, shuningdek kitobxonlarga xizmat ko'rsatuvchi maxsus yashil zonalar tashkil etiladi. Yangi Toshkentda barpo etilayotgan O'zbekiston Milliy kutubxonasi barcha zamonaviy uskunalarni o'zida mujassam ettiradi. Bu yerda kitobxonlar nafaqat bilim olishlari, ma'lumotlarga ega bo'lishlari, balki yaxshi hordiq chiqarishlari ham mumkin bo'ladi.